Gepimizni başlaymiz, hürmetli vatandaş. Biz gepimizni başlaymiz degende elbette özümüzün programımızı. Şinjan Uyghur Avtonom Rayoniga yangi tayinlangan, yangi avatilgan gubernator Mashinroy bilan suhbat. Mashinroy apandi Wang Yang mamlakatlik siyosiy kengashning boshlig'i Wang Yangni Şinjan'da yoki Urumchida qarshi olibsiz. Wang Yang ikki eg'iz gap qilibdi. Birinchisi, Bingtuanni Janubiy Şinjan'a kengaytirish. Men aytaman, Wang Yang apandi hozir endi navbat keldi. Zamon navbati keldi. Erga bir navbat, yerga bir navbat deydigan navbat keldi. Siz hozir Bingtuanni chekindirishning, birinchi bo'lib chekindirishning tayyorligini qilan Wang Yang apandi ve Mashinroy apandi. Sebebi millet meselesi, milliy mesele. Çoğ devletler o'ttirisidagi diplomatik bordi keldi münasebetlerinin merkezideki meseledir. Millet meselesi, milli mesele, Wang Yang apandi bu yer meselesidir. Yer meselesi dihalla meselesidir. Dihalla meselesi bir milletinin gevdisi, yadrosu meselesidir. Şuna Bingtuan sizlerinin ağzınlarda Bingtuan. Bizden ağzımızda çoğu Uygurlar nemi deydi Bingtuan'ni? Xitay pomuşçikleri. Yani Xitayning qurolliq pomuşçikleri. Uyg'uristonning mustamlika qilgan Xitoy vahshiyligining yoki Xitoy siyosat hukmronligining Uyg'uristondagi qurolliq pomuşçikleri, qurolliq atrat yoki qurolliq dehqonlari. Bingtuan ana shu. Bingtuan Xitoyning qurolliq pomuşçikidir. Şuna birinchi bo'lib Şinjan meselesi, Uyg'uriston meselesini xalqaro jamiyat aralashib hal qilishning birinchi sharti avval Bingtuan chekinish kerak. Uyg'uristondan Bingtuan chekinish kerak. Yerni bekorlash, yerni Uyg'urlarning qo'liga qaytarib berish kerak. Mana bu oldingi shart Wang Yang apandi. İkincisi, terörist degan so'zni eg'iz qapsiz. Shundoq ko'rib turibsiz. Bugunlarda siz ko'rib turgan shu minut, shu asnoda Ukrainada nima bo'layotdi Wang Yang apandi? Ukrainada Rossiya mustamlik kuchlarining dahshatli armiyasi rahmsizlarcha qirg'in qilyotdi. Ukraina millatini rahmsizlarcha qirg'in qilyotdi. Xuddi sizlar Uyg'urning bola chaqasini elib ketgandek, hozir Rossiya ham Ukraina xalqining bola chaqasini elib ketyotdi. O'xshash. İki Cahangir, dünyada eş bo'lgan ikki Cahangir, Rossiya Cahangirligi ve Xitoy Cahangirligi o'xshash. Mayit o'xshash. Hech qanday farq yo'q. Bugun Rossiya va Ukrainada nima qilayotgan bo'lsa, sizlar Uyg'uristonda shuni qilyapsizlar. Terroristning ikki xil shakli bor. Ikki xil atilishi bor Wang Yang apandi. Nima deymiz? Davlat terrorizmi ve odatdagi terrorizm. Shuni bilib olsangiz bo'ldi. Davlat terrorizmi, odatdagi terrorizm. Siz davlat terrorizmini yo'lga qo'yyapsiz. Uyg'uristonda qarshilik borkanki, terroristlik harakat yo'q. Terrorist harakat degan so'zdan tagi-tagini aytsangiz, begunoh xalq hujum qilish deganlikdir. Shunga Uyg'uristonda faqat davlat terrorizmi, mustamlikchi Xitoyning davlat terrorizmi. Mashinroy apandi ana shundoq tushunsangiz bo'ldi. Shunga dedimki, men quruq so'z balki so'z o'yinini o'ynamay, naq so'zni o'tirib qo'yish kerak Wang Yang apandi. Men boshli vaziyat to'g'ri so'xtalgan nima dedim? Qaltis ish. Şinjanning 14-kuni Ram suhbati. Şinjanning 16-kuni prezident Joe Bidenning Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin urush jinoyatchisi deb ataganligi. Şinjanning 17-kuni Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Lavrovning Beijingga ziyoratga kelib o'tib, Sibiriya osmonida qayrilib, ya'ni Moskvaga qaytib ketgan. Jiddiy ishlar bu. Wang Yang apandi ajoyib jiddiy ishlar bu. 18-kuni prezident Joe Bidenning rais Xi Jinping bilan telefon ekran suhbati. Mana endi hozir oldimizda bo'lgan chislaq 23, ati Yevropa Brusselda 3 yig'in. Yevropa İttifaqı davlat boshliqlari yig'ini.
NATO'nun ministerler dercilik yoki devlet başlıkları dercilik yığını, Avrupa Brüssel yığını, onundaki 7 devlet ministerlerinin yığını, terakki tapkan 7 devlet ministerlerinin yığını. Del muşundak vaqta ban yana ben özünüzge sual koyup bakana, del muşundak vaziyette Ürümçi'ye yakın müstemlik Uyguristan'dan payitahtı. Ürümçi'ye yetip barğanlığınızın sebebi nime var yana efendi? Bu sualını ben koymay, özünüz koyup bakın. Özünüz koyup bakın var yana efendi. Özünüz hemkarlığıdaki ve şerikçiliğideki, özünüz hizmet kılıp atkan cümleyi koyup bakın bu sualını var yana efendi. Şu vakti de andım bu sual, cayı koyulgan sual buludu. Var yana efendi. Gördünüz mü? Hazırki vaziyette, hazırki günde Ukrayna, bütün dünya Ukrayna meselesiga merkezleşken, dikkat kılıvatkan, Ukrayna halkı, istaşlık kılıvatkan müşündak paytda, Ukrayna halkı şiddetlik cengi kirip vatan uruşu derecesiga. Ukrayna uruşunu vatan uruşu derecesi kötergen müşü paytda, siz Ürümçi'ni ziyaret kıldınız. Nime için? Bana moşenanga sual verin deymi. Qarab bakınga, Ukrayna'da Ukrayna halkı nime kılıvatıdı? Siz Uyguristan'da Uygurları nime kılıvatsınız? Caza lagırı solup aldınız. Caza lagırı solup aldınız ey. Bak yana efendi. Ukrayna halkçı, halkara kollu de, azat halkken, batır halkken, küreşten halkken, vete vergini çığırıvetti Rusya armisinden. Bu tününkü bugünkü haberler bu. Van efendi, vaziyet manı müşahede o tarafta Avrupa'da, Şarkı Avrupa'da Ukrayna. Şarkı Asya'da Irak, Şarkı'da yoki O'rta Şarkı'da. Amerika'nın generali ko'rsatgandek yangi O'rta Şark hukumat O'rta Şarkı'da hozir Uyg'urning masalasi. İnsaniyetga qarshi jinoyat sodir qilish Jungo hukumati, irqiy qirg'inchilik qilish Jungo hukumati. Bugun yana keldi mana bu yerda Karastapar Simet Efendi devlet erbabı, devlet meclisining nüfuzlu erbabı yana bir qonun. Jungo'ga berilgan sodiri e'tibor bir siyosiy bekor qilish. Bu qonun yana o'ttirg'i chiqdi, kishilik huquqqa bog'lab, Uyg'ur masalasi yana o'ttirg'i chiqdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken bayonot e'lon qildi dal mushu kunda. Ukraynada shu ish yuz berayotgan mushu kunda siz mushu voqealar orqali chalg'itib Uyg'ur masalasini xalqaro tartibdan chiqarib etmoqchi edingiz Van efendi. Qo'lingizdan kelmadi Van efendi. Qo'lingizdan kelmadi. Dal mushundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Antony Blinken davlat mahkamasi nomida bayonot e'lon qilib, kishilik huquq, Uyg'ur, irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat masalasi. Shunga mushuning qatnashgan Jungo amaldorlari va Jungo kadrlarini surishti qilish, ularning Amerikaga kelib ketishini cheklash. Biz gapning ochig'ini aytsak, vatandosh mushu viza berish, Amerikaga kelib ketishini cheklashni bek oddiy qaragan ekanmiz. Bugun kunda siz iqtisodiy embargo degan siyosatga bek oddiy qaragan ekanmiz. Bizlar odatimizda boshqa odatlar ko'nib qolgancha g'ash-g'ush bo'lmamdi deydigan nazarda qaraydi ekanmiz vatandoshlar. Bugun Rossiyani hol sirtayotgan eng büyük ish Ukraynadagi urush masalasi emas, hozir xalqaro jamiyatning Rossiyani embargo qiladi. İqtisodiy zarba. Chunki osmonda uchayotgan raketa deb sizning ko'zingizga shunday ko'rinadi. O uchayotgan raketa dollar deganlikdir vatandosh. O qator tizib olgan zambiraklar qarasangiz bir ko'saydak, yoki bir qarasangiz jigidining ko'tigidek, amaliyoti o dollar degan gap vatandosh. Shunga bu embargoning viza berishini cheklash, borda keldini cheklash. Hozir to'rbatlarda gaplarda qaraganda Xitoydagi nurg'un xiyonatchilarning pulining hammasi Amerikada bankida vatandosh. Mana shu narsa bilib qo'ysangiz bo'ldi.